Assalomu alaykum. Ramazon sharif barchaga muborak bo'lsin. Har yilgi odatimizga ko'ra Ramazonning har bir kunida iftorlik oldi mavzulashib boramiz inshaalloh. Siz kuzatuvchilarning duolari bilan bu safargi Ramazon silsilamiz ham o'zgacha bir ko'rinishda o'tishiga umidvormiz. 2026-yilgi Ramazon silsilamizning nomi Tarix ko'rgan mo'jizalar deb nomlanadi. Har kuni tarixda ro'y bergan payg'ambarlarning ulkan mo'jizalari, sahoba-yu tobiinlar davrida sodir bo'lgan karomatlar haqida so'z boradi. Bugun Ramazonning birinchi kuni. Ramazon oyga qarab boshlanib, oyga qarab nihoyalangani bois, birinchi kunning mo'jizasi ham aynan oyga taalluqlidir. Qur'oni Karimning alohida bir surasi aynan shu sayyora nomi bilan ataladi. Qamar. Yerning yaqin yo'ldoshi oy. Alloh taolo rasullari va anbiyolariga da'volari rostligini, risolatlari haqligini isbotlash uchun mo'jiza deb atalgan g'ayrioddiy ishlarni yuzaga chiqarish quvvatini beradi. Shu orqali insonlar risolat va nubuvvat haqida aniq hujjatga ega bo'ladilar. Ma'lumki, odatdan tashqari ishlar mo'jiza deyiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning zamonlar osha mangu qoladigan mo'jizalari shubhasiz bu Qur'ondir. Bu kitobning mo'jiza ekanida shak shubha yo'q. Chunki na arablar va na boshqalar uning suralariga o'xshash biror sura keltira olishmadi. Tarix davomida Qur'oni Karimni o'zgartirishga 27 marta katta urinish bo'lgani aytiladi. Lekin uddalay olishmagan va qiyomatgacha buni uddalay olishmaydi. Axir bu kitobning himoyasida Alloh azza va jallaning o'zi turibdi. Payg'ambarimiz alayhissalomning koinot ishlari bilan bog'liq yorqin ikkita ulkan mo'jizalari bor. Ular o'z zotning payg'ambarligiga ochiq-oydin alomat va belgilardan hisoblanadi. O'sha mo'jizalarning biri oyning bo'linishi va quyoshning to'xtatib qo'yilishidir. Bular Rasulullohning moddiy mo'jizalari sirasiga kiradi. Oyning bo'linishi haqida eshitganmiz, ammo quyoshning to'xtab qolishi haqida bilmas ekanmiz deganlar topiladi. Bizni kuzatib borsangiz, Ramazonning 2-kunida quyoshning to'xtab qolishi haqida so'z boradi. Keling, bugun oyning naqd 2 ga bo'linishi haqida so'zlaymiz. Oyning bo'linishi Qur'oni Karimda ochiq-oydin bayon qilingan. Soat, qiyomat yaqinlashdi va oy bo'lindi. Oyatdagi yaqinlashdi so'zini Allohning ilmi va taqdirida qiyomatning vaqti yaqinlashdi deb tushuniladi. Oy Rasululloh alayhissalomning mo'jizasi o'laroq 2 bo'lakka bo'lindi. Bu borada Imom Buxoriy, Muslim va Termiziy keltirgan rivoyatda Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan ochiq-oydin hadis bor. Xullas, Makka ahli payg'ambar alayhissalomning Qur'oni Karim mo'jizasi oldida ojiz qoldilar. Islomning ashaddiy dushmani Valid ibn Mughira Qur'on haqida shu gaplarni aytadi. Bu odamning so'zi emas. Bu na she'r va na to'qilgan hikoya. Bu so'zlarda qalblar uchun halovat bor. Satrlarda tilovat bor, bosh osmonni tutgan, ildizi yerga mahkam o'rnashgan. U faqat oliy bo'lishda davom etadi. Makka ahli Nabiy alayhissalomdan moddiy mo'jiza ko'rsatishni so'rashdi. Ular osmonga qarashib, "Ey Muhammad, agar haq payg'ambar bo'lsang, ana oyni 2 ga bo'lib ber" dedilar. Bu so'rovlari bilan ular iymonga kelishni maqsad qilmadilar. Faqatgina Rasulullohni ojiz qoldirish uchun so'ralgan narsa edi. Mana shunda u zot ularga oyni 2 ga bo'lib ko'rsatdilar. Hattoki ular bo'laklar o'rtasidagi qizillik, yorqin alangani ham ko'rishdi. Ular bir zum turib qolishdi. Kimdir ko'zini ishqalab qayta qarasa, kimdir yuziga suv sepib yana bir bor qarardi. Oy qoq o'rtasidan bo'lingan holatda turardi. O'shanda Makka kofirlari mo'jizani ko'rib, "Bu har doimgi sehr-ku. Yo'q, Muhammad bizni yana sehrlab qo'ydi" dedilar. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda oyning bo'linganini o'tgan zamon fe'li bilan xabar bergan. Bu esa voqeaning aniq yuz berganiga dalolat qiladi. Barcha mufassirlar, ahli sunna val jamoa ulamolarining hammalari bir ovozdan oyning bo'linish voqeasi aniq yuz berganiga ittifoq qilishgan. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadi: Rasululloh alayhissalomning zamonlarida oy 2 bo'lakka bo'lindi. Bir bo'lagi tog' tepasida, boshqa bo'lagi uning pastida ko'rindi. Rasululloh shunda "Guvoh bo'linglar" dedilar. Oyning bo'linishi Makka da sodir bo'lgan edi. Quraysh kofirlari shunda Ibn Abi Kabsha sizlarni sehrlab qo'ydi deyishdi. Ulardan biri insof qilib, "Muhammad bizni sehrlagan bo'lsa, uning sehri butun yer yuziga ta'sir qilmaydi. Boshqa shaharlardan kelgan odamlardan ham so'ranglarchi, ular ham mana shuni ko'rishibdimi" dedi. Sal keyinroq safardan qaytib kelganlardan birinchi so'ralgan narsa oy haqidagi savol bo'ldi. Ular ham voqeaning guvohi bo'lishganini aytishdi.
Lekin Quraysh mushuklarining kattalari shunda ham iymonga kelmadi. Alohida ta'kidlash kerakki, oyning bo'linish hodisasi tunda sodir bo'lgan. Odatda kechasi odamlar harakatdan to'xtagan, uylarida dam olishayotgan, hamma yoqqa sokinlik cho'mgan vaqt bo'ladi. Shuning uchun ko'p odamlar to xabar berilmaguncha oy bo'linganini bilishmaydi. Alloma Hattobiy aytadi: oyning bo'linishi juda katta mo'jiza. Payg'ambarlarning mo'jizalari ichida unga teng keladigani deyarli yo'q. Zabardast musulmon olim, asli geolog bo'lgan Zag'lul Najjar aytib beradi: men bir qancha muddat Britaniya g'arbidagi Kardif universitetida leksiya o'qidim. Leksiyaga keladiganlar aralash edi. Musulmonlar ham bor, musulmon bo'lmaganlar ham bor edi. Mana shunday suhbatlarimning birida oy bo'linish tarixini aytib, so'zimni tugatganimdan keyin britaniyalik bir musulmon yigit o'rnidan turib, mening ismim Davud Musa, Britaniya Islom partiyasining yetakchisiman deb o'zini tanishtirdi. Keyin janob, qo'shimcha qilishimga ruxsat berasizmi dedi. Men marhamat dedim. U men musulmon bo'lishimdan oldin ko'p dillarni o'rgandim. Musulmon talabalaridan biri menga Qur'oni Karim ma'nolarining inglizcha tarjimasini berdi. Unga tashakkur aytib, kitobni uyga olib ketdim. Uyga kelib, ma'nolar tarjimasini ochganimda, ko'zim tushgan ilk sura Qamar surasi bo'ldi. Soat yaqinlashdi va oy bo'lindi oyatini o'qidim. Shunda ushbu gap aqlga to'g'ri keladimi? Oy bo'linishi, so'ngra birlashishi mumkinmi? Qaysi kuch bu ishni qila oladi dedim. Ushbu oyat mening islomga bo'lgan qiziqishimni ozaytirib qo'ydi. Kitobni bir chetga qo'yib, ishlarim bilan mashg'ul bo'ldim. Oy bo'linib, yana qayta birlashgani haqida gapirayotgan din cho'pchak bo'ladi-da degan o'yga bordim. Lekin Alloh haqiqatni izlashga bo'lgan ixlosimni bilib turardi. U zot bir kuni meni televizor qarshisiga o'tkazib qo'ydi. Unda boshlovchi bilan 3 nafar amerikalik astronomlar o'rtasida suhbat borardi. Ushbu suhbat asnosida oyga parvozlar ham eslab o'tildi. Ushbu parvozlar eng ko'p pul sarflangan parvozlar ekani zikr qilindi. Olimlar Amerika ushbu missiya uchun 100 milliard dollarlab pul ishlatayotganini aytishganda, boshlovchi bu qanday ahmoqlik? Nahotki Amerika oyga o'z bayrog'ini o'rnatish uchungina 100 milliard dollar ishlatib yuborgan bo'lsa, deb hayron bo'ldi. Shunda olimlar yo'q. Oyga parvozdan maqsad faqat AQSh bayrog'ini o'rnatish emas. Biz u yerda oyning ichki tuzilishini o'rgandik va bir haqiqatga duch keldik. Agar bu haqiqatga odamlarni ishontirish uchun bundan ham ko'p pul sarf qilganimizda ham hech kim bizga ishonmagan bo'lardi deyishdi. Boshlovchi qiziqib, nima ekan o'sha haqiqat deb so'radi. Shunda astronom olimlar bu oy qachonlardir bo'linib, yana birlashgan dedilar. Boshlovchi darhol buni qayerdan oldingiz? Qayerdan bildingiz? Nima deyapsiz? deb so'radi. Ular ha, bu haqiqat. Biz oyni sirtidan tubiga qarab, tubidan sirtiga qarab cho'zilib ketgan tog' plazma jinslarini topdik. Darhol yershunos olimlar va geologlar bilan bu haqida maslahat qildik. Shunda ular bunday holat faqat bir o'rinda bo'lishi mumkin. Oy bo'linib, so'ngra yana birlashganida yuz beradi. Chunki ushbu metamorfik tog' jinslari oy qayta birlashayotgan paytdagi to'qnashuv natijasida hosil bo'ladi. Bundan boshqacha bo'lishi mumkin emas deyishdi. Men bu ko'rsatuvni ko'rib o'rnimdan sakrab turdim va yig'lab yubordim. Nahotki bu haqiqat bo'lsa, tushunmayapman. Dedimda chetga tashlab qo'ygan boyi Qur'onning inglizcha nusxasini yana qo'lga oldim. Bundan 1400 yil oldin Muhammad alayhissalom tomonidan sodir bo'lgan birgina mo'jizani musulmonlarga isbotlash uchun Alloh Amerikani 100 milliard dollardan ko'proq pul sarflaydigan qilib qo'ydimi? Dedim va Qur'on ma'nolarini o'qib chiqdim. Qamar surasini tilovat qila boshladim. Ushbu surani tugatishim bilan qalbim titrab ketdi. O'z-o'zimdan Allohdan o'zga iloh yo'qdir va payg'ambar Muhammad alayhissalom Allohning rasulidir deya islomni qabul qildim. Ha azizlar, ular makr qiladilar, ammo Alloh makkarroqdir. Alloh makr qilganda rejalar ish bermay qo'yadi. Sahifalar yopiladi, aqllar to'xtab qoladi. Oyning bo'linish hodisasi islom tarixida ko'rilgan eng katta mo'jizalardan biridir. Bizni kuzatishda davom eting va yaqinlaringizni ham tarix ko'rgan mo'jizalar silsilamizga taklif qiling. Yana bir bor Ramazon oyingiz qutlug' bo'lsin. Ramazonning 2-kunida ko'rishguncha salomat bo'ling.